Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, bizni kuzatayotgan muxlislar. Uzoq Amerikadan sizlarga alangalik salom. Mana bizlarda oppoq qor yog'ib, o'z kuchini ko'rsatmoqda. Bugun nevaralarimiz, maktabda o'qiydigan farzandlarimizga maktab yopildi bir kunga. Mana shunday ko'tarinki qish o'z kuchini ko'rsatmoqda. Mana hech kim yurmayapti. Trotuarlar qor bilan qoplangan. Mashinalar qor bilan yopilgan. Mana qish shunaqa. O'zbekiston Respublikasi diniy idora muftiyati tomonidan juma kuni Allohdan so'rab qor yog'ilishini so'ralgan edi. Mana shu qor Amerikaga yog'di. Ilohim O'zbekistonda ham shu duolar ijobat bo'lib, amalga oshgani rost bo'lsin. Gavjum qorlar yog'ib, ko'chalarimiz sokin, tinch, osoyishta bo'lishini duolarimizda so'raymiz. Changlar yotib, havolar toza bo'lsa, farzandlarimizning yuzlarida yana tabassum, yo'talish, aksirish, burunlaridan suv kelish to'xtab, balkim yana ham quvnoqroq, yana ham ochiqroq o'ynab kulib qorlarda o'ynarmidi? Mana shu Amerikaning mana shunday go'zal manzaralari, shunday yog'ingarchiliklarining bir kunni ona vatanim, kindiq qonim to'kilgan O'zbekistonimga ham yog'ishini Allohimdan so'rayman. Ey Parvardigor olam Allohim, shunday bir mamlakatga kelib, shu yerda faoliyat yuritib, shu yerda yashayapman. Bu mamlakatga Allohning shu darajada nazari kuchli tushganki, Parvardigor olam Allohim mamlakatlarga rizqi berayotganda qopni tagidagi o'shog'i bilan bor rizqini Amerikaga qoqqanga o'xshaydi. Sababi 3 kun to'xtovsiz yomg'ir yog'di. 3 kun yomg'irdan keyin mana endi qor yog'di. Qor ham ho'l qor. Qarang. Mana qarang, ho'l. Juda yoqimli. Tashqarida sovuq yo'q. Mana qarang, qorning tozaligini qarang mana. Mana qor tozaligini ko'ryapsizmi? Qoyil qolish kerak. Mana shunaqa go'zal manzara. Mana qo'shnimiz ertalab sayrga kuchugini olib aylantirib yuribdi. O'zbekistondan olib kelgan to'nimizni kiyib, mana shunaqa manzaralar tomosha qilib, o'zimiz xursand qilib videoga tushyapmiz. Shunday bir go'zal manzarali, qarang oyoq izlarini. Nam qor. Kun sovuq emas, juda yoqimli. Osmon bulut, hali ham qor yog'adi. Kecha soat 12 da yo'q edi. Mana ertalab 6 gacha yoqqan qor. Nima ham deyman? Shunaqa serhosil yog'ingarchiliklar, qalin qorlar vatanim O'zbekistonda ham yog'ishini istayman. Ey xalqim, yurtim, birodarlarim, O'zbekiston Respublikasi diniy idora muftiyati undovlariga labbay deb javob berib, Allohimdan namozlaringizda duo qilib, O'zbekistonimizning havolari toza bo'lishligi uchun tinimsiz yomg'ir, qalin qorlar yog'ishini so'rab duo qilingizlar. Biz uzoq Amerikadan bo'lsak-da sizlarga duodamiz. Albatta shu duolar ijobat bo'ladi. Ko'pdiki bu daryo degan. Hammalaringizga Allohimdan nima so'rayman? Omonlik, sihat, salomatlik. Ishlaringizga esa muvaffaqiyat so'rayman. Mana shunaqangi go'zal qorli manzaralar
kindiq qonim to'kilgan ona vatanim O'zbekistonning shahri-yu qishloqlari-yu dala-yu dashti tog'larida ham yog'ishini istayman. Ko'rishgandan ko'rishguncha Alloh himoyasida bo'lingizlar. Qayerda bo'lsak-da vatanimizga bo'lgan muhabbatimiz cheksizdir. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuh.